Bugungi murojaatnomani yana bir soatdan keyin boshlanadi. Biz yilni 2025-yilni eng muhim siyosiy voqeasi deyishimiz mumkinmi? Bu nafaqat yilni, balki yangi O'zbekiston islohotlarini ma'lum bir darajadagi meva beradigan bir davriga qiyoslasak to'g'ri bo'ladi. Chunki Prezident Mirziyoyev vazifasiga kirishgandan buyon qilgan murojaatlarning ichida bu murojaatni farqli tomoni shundaki, O'zbekiston davlat sifatida 15 yil oldingi O'zbekiston emas, hatto 5 yil oldingi O'zbekiston emas. O'zbekiston bugun global nuqtai nazardan o'z o'rnini topdi, o'z siyosatiga, o'z so'ziga ega, o'z manfaatlarini katta davralarda himoya qilish salohiyati va imkoniyatiga ega, buning uchun iqtisodiy imkoniyatlariga ega bo'lgan bir davlatga aylandi. Mana birgina misol, so'nggi 10 kunning ichida O'zbekiston prezidenti dunyoning eng yirik 3 kuch markazi, bu Rossiya Federatsiyasi, Yaponiya hamda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat rahbarlari bilan muloqot qilib, global masalalarni, mintaqaviy masalalarni muhokama qildi va bu kam so'z emas. Bu juda jiddiy masalalar. O'zbekistonni birgina iqtisodiy nuqtai nazardan agar solishtirib ko'radigan bo'lsak, bundan 5 yil oldin byudjet daromadlari 150 trillion so'm atrofida bo'lgan. Mana biz 2026-yil byudjetini tasdiqladik, 500 trillion so'mdan ortiq. Ya'ni bu iqtisodiy natijani ko'rsatadi va bularning barchasi albatta jamoatchiligimizdagi o'zgarish, xalqni dunyoqarashi, fikri, siyosiy tafakkuri, siyosiy ongini tubdan o'zgarganligini ko'rsatadi. Bugun yoshlarimiz butunlay boshqacha fikrlayapti. Bugun siyosiy maydon butunlay boshqacha. Siyosiy partiyalar haqida gapiradigan bo'lsak, siyosiy partiyalar ham tubdan o'zgargan va tom ma'nodagi o'z elektorati manfaatlarini qonunlarda himoya qilish, mamlakatimizni siyosiy hayotida himoya qilish kabi jur'atli va ochiq bir siyosatni bugun ko'ryapmiz. Mana shunday maydonda O'zbekiston prezidentini parlamentga hamda xalqqa murojaati bu katta siyosiy ahamiyatga ega bo'ladi, chunki biz endi yangi strategiyani belgilashimiz kerak. Endi O'zbekiston yangi realliklarda, yangi davrda, yangi chaqiruvlar maydonida qanday bo'lish kerak? O'zbekiston avvalgi O'zbekiston bo'la olmaydi endi. Shu sababli bugungi prezidentning murojaatidan men juda ko'p narsa kutyapman. Bizni yaqin 10 yillar oldimizdagi siyosatimizda nimalar o'zgaradi va biz qanday masalalar bo'yicha yana ham kuchliroq va imkoniyatliroq, qo'limiz, dunyoqarashimiz kengroq bo'lishi kerak degan masalalar bo'yicha bugun juda ko'p masalalarda yangiliklar va chaqiruvlar kutyapman. Alisher aka, 2017-yildan beri davlat rahbari Oliy Majlisga murojaatnomasini yo'llaydi. Bu qanaqadir bir hisobotga o'xshaydi. Ya'ni prezident nafaqat deputatlarni, senatorlarni oldida hisobdor, balki xalq oldida ham hisobdor. Bu mamlakatimizda qandaydir bir yangi siyosiy madaniyatga aylanib ulgurdi shu murojaatnoma. Prezidentni parlamentga va xalqqa murojaati o'zi juda katta va oliy institutlardan biri. Chunki biz yaxshi bilamiz, ikkita jiddiy xalqni saylaydigan vazifalari bo'lsa, buni bittasi prezident va bittasi xalq vakilligi, parlament vakilligi, vakillik organlarida. Mana shu ikkita saylanadigan organ bevosita xalqni muammolarini qonunchilikda aks ettirish, davlat siyosatida aks ettirish bo'yicha mas'ul. Va bu ikki idorani o'zaro maslahatlashuvi davlat siyosatini belgilaydi. Lekin bu yerda mamlakatimizni siyosiy tizimidan kelib chiqqan holda biz prezidentlik boshqaruvidagi mamlakat ekanligimizni hisobga oladigan bo'lsak, konstitutsiyaviy vazifalar nuqtai nazaridan prezident davlat hokimiyati barcha organlarini muvozanatli ushlab turish mas'uliyatini zimmasiga olgan institut sifatida prezident yakuniy so'zni aytadi. Aynan shu sababli mamlakatimizni siyosatini belgilovchi bo'lgan prezident parlamentga murojaat qilib, siyosatda muvofiqlashtirish olish, ya'ni agar siyosiy tilda gapiradigan bo'lsak, soatlarni sozlab olish, siyosatdagi masalalarni maslahatlashib olish masalasi bo'yicha murojaat qiladi. Bu murojaat parlamentga va o'z-o'zidan xalqqa ham murojaat bo'ladi, chunki har qanday siyosat agar xalq qo'llab-quvvatlamasa, uni kuchi bo'lmaydi. Va prezident buni juda yaxshi bilgani holda, hozir yuqorida aytib o'tganimizdek, global o'zgarishlar davrida O'zbekistonni yangi bir davlatga aylanganligi, O'zbekistonning yangi manfaatlarini paydo bo'layotganligi va yangi chaqiruvlarni paydo bo'layotganligidan kelib chiqib,
Prezident Mirziyoyev O'zbekiston xalqini yangi O'zbekiston realliklariga moslashtirish masalasi bo'yicha bir maslahatlashish murojaati desak agar, bu menimcha to'g'ri bo'ladi. Alisher aka, hozir shu 5 daqiqani ichida siz bilan gaplashayotgan bo'lsak, 5 daqiqani ichida 3 marta chaqiruv degan so'zni ishlatdingiz. Bugun bir qiyin geosiyosiy vaziyatda yashayapti. Butun dunyo shunaqa vaziyatda yashayapti. Oson bo'lmayapti, to'g'rimi? Siyosat ham, tashqi siyosat ham, iqtisod ham, iqtisodiy o'ziga yarasha muammolar bor. Dunyo global miqyosda aytyapman. O'sha tarif urushlari ko'payib ketdi, masalan. Aynan shunaqa bir davrda meni nazarimda bugun murojaatnomada shular haqida ham gap bo'ladi va ko'p ham iqtisodiy strategiya haqida shu yo'nalishda belgilansa kerak deb o'ylayapman o'zimcha. Bilasizmi, O'zbekiston namuna davlat deb aytgan bo'lardim men bemalol. Chunki bugun dunyoning eng yirik siyosiy qudrat kuchlarini barchasi adolat mezonlarida adashyapti. Dunyodagi bugungi notinchliklarni barchasini agar mantiqini tahlil qiladigan bo'lsangiz, adolatsizlik bo'layapti. Qudratli davlat manfaatiga erishish uchun rivojlanayotgan davlatlarning manfaatlariga xiyonat qilyapti. Xalqlarga xiyonat bo'layapti. Tarixiy realliklarga xiyonat bo'layapti va bu nomutanosibliklar va adolatsizliklar bugungi dunyoda insoniyat uchun o'ziga xos bo'lgan inqirozlarni chaqiruvchi bir qandaydir muammolarni yaratyapti. Va bu chaqiruv odatiy chaqiruv emas. Imperialistik dunyoni biz juda yaxshi bilamiz. Manfaati uchun har qanday xalqlar va davlatlarning manfaatlarini kun fayakun qiladigan imperializmni bilamiz. Bugun neo-imperializm davri, qandaydir neo chaqiruvlar davrida O'zbekiston o'sha Amir Temurni kuchni adolatda ekanligi degan chaqiruviga mustahkam tayangan holda adolatli siyosat yuritayotgan bir davlat sifatida dunyoning juda ko'p davlatlarga namuna bo'la oladi. Bu faqat so'zda emas, balki mana mintaqa, birgina Markaziy Osiyo mintaqasi masalasida biz ko'p gapiramiz va adolatli va to'g'ri gapiramiz. Markaziy Osiyo mintaqasi Prezident Mirziyoyev vazifasini boshlashidan oldin qanday holatda edi? Biz deyarli har bir qo'shnimiz bilan inqiroz holatida edik. Hatto urush holati tayyorgarlik bo'lgan davrlar ham bo'lgan. Bugun qanday holatda? Bugun Markaziy Osiyo davlatlari bir dasturxon atrofida o'tirib, global dunyodagi manfaatlarini birgalikda himoya qilish haqida o'ylayapti. O'shanda meni esimda juda ko'p gapirishardi. Shu Markaziy Osiyo davlatlarining orasida qanaqadir kelishmovchiliklar bo'lsa, bu suv bilan bo'lishi mumkin yoki energetika bilan bo'lishi mumkin. Yo'q, bu faqat gap emas, bu hatto rejalar edi. Juda yirik kuchlarning o'rtasida Markaziy Osiyo mintaqasi notinchliklarni davom etish kerak bo'lgan mintaqadan biri sifatida ko'rilar va bu yerdagi notinchliklardan qanday manfaat chiqarish haqida rejalar qilishayotgan edi. Va mana Prezident Mirziyoyevni boshlagan yangi O'zbekiston islohotlaridagi tashqi siyosat bo'yicha maqsadlar o'z niyatiga, maqsadiga erishayotganligini yaqqol ko'rsatkichi sifatida Markaziy Osiyo mintaqasi bugun hamkorlik mintaqasiga aylandi. Va buni bugun dunyo namuna qilib olish kerak. Bugun Yevropa ittifoqi deysizmi, Amerika qit'asi deysizmi yoki mana butun Yevrosiyo mintaqasidagi notinchliklarning hammasini tagida rahbarlardagi donolikni yetishmayotganligi emasmiki? Aynan shu muammolarning barchasi bugun dunyoda O'zbekistonning tashqi siyosatini va umuman Prezident Mirziyoyevning yangi O'zbekiston islohotlarini namuna qilib ko'rsatish va o'rganish zaruratini ko'rsatadi. Bu hech qanaqa maqtash emas. Bu real siyosatga va real holatga baho berish. Biz partiya sifatida aynan shunday baho beramiz bu masalaga. Alisher aka, oxirgi savolim, milliy sizni yo'nalishingizda milliy qadriyatlar bo'yicha umuman bugun shu murojaatnomadan nimalarni kutyapsiz? O'zbekistonda har doim milliy qadriyatlar ustuvor bo'lgan, milliy manfaatlarimiz ustuvor bo'lgan va bu ustuvorliklar hech qachon ustuvorlik holatidan tushmasligiga ishonchim komil bo'lgan holda bugungi chaqiruv, bugungi murojaatni deyarli barcha qismi milliy manfaatlarimizni himoya qilish va milliy qadriyatlarimizni taraqqiyotiga xizmat qiluvchi chaqiruv bo'lishini kutyapman. Rahmat sizga. Kuningiz yaxshi o'tsin. Rahmat, sog' bo'ling.